Simiz, ününü çıkama. Ününü çıkama demiş. Bana, hem de özsek buladı. Bana. Yalan. Beklerlik emiz. Bizni görüp kalmadı. Qadimqi Misrning aqsaqallari go'ar yaqutlarini mush o'rtaga yashirib qo'ygan ekan. Qo'sqim yana qoldiriladi. Faqat bo'l uningni chiqama. Ular ko'rib qolmasin. Bo'la. Bu yerga tinishgan. Uruq, bayliqni. Bu o'rdan etak murakkab yasabdi-ku. Bayliqlarni pek maxfiy uchun o'xshaydi, ha? Simiz, biz dengiz qaroqchiligi mahoratimizga tayanib cho'qim topalaymiz. Biz bayliq bozlar topalaymiz, bunga gap yo'q. Ular bayliqlarni cho'qim hech kim topamaydigan maxfiyaga yoshirib qo'ygan gap. Ne? Ehtiyot qil, kalva. Qasdan qilmadim. Simiz, qara. Nima? Bu qadimqi Misrning bir ma'budi, qadimqi Misrliklar ma'budlarning oldiga nazr buyumlarini qo'yib qo'ydi ekan, toq. Gapimni tushundingmi? Ha? Bo'la. Chiq. Bo'la. Voy, yo'q. Ajab igizgan. Qas bo'layli, qas bo'layli. Men dinimni elib olay. Ajab igizgan, ha? Göç buraydı o. O kim okunarken? Kosko'nda başkanı oylamaysa bu aşk göz. Aras kim okunarken? Ben kim okunar taptım. Ben kim okunar taptım. Neymiş bu?
Voy. Bu qaya? Ben şimdi göremedim o. Nim qotsa? Ben yevatıman. Nima? Yavatma? Usta. Xush kelibsizlar. Oliyjanob Botir sayyohlar. Birsi gap qotdi-ku. To'g'ri, biza gap qilyapti. Bu yerda hech kim bo'lmasa. Lansiz ikkinchining maqbarasiga qadam tashrif qilganligingizni qarshilayman. Mening bu yerda sizlarni saqlab qolganimga 3000 yil bo'ldi. Nima? O biz gap qilyapti-da. Shunda qilib sizga qilma kimga qilyapti? Men avliyoning qiyosini amalga oshirish uchun sizlarni saqlab qorong'ulikda 3000 yil yashadim. Nima? Saqlaqma? Ha, janoblar. Kechiring, o'zingiz kim bo'lasiz? Siz kim? Ismim Lashbos. Lashbos. Men Lansiz ikkinchining maqbarasini boqquchi. Lansiz ikkinchining maqbarasi? Shundaq janoblar, 3000 yildan beri men maqbardagi o'ljalar bilan oltin, kumush, go'har, yoqutlarga qarayapman. Oltin kumush, bayliqlarni narigida bizga deb bering. Tarafda. Qani men ko'rmadim o. Yo'q-ku. Taxminan 3000 yil burun qumliqdagi bulanchilar bu yerdagi boyliqning hammasini bulab ketgan edi. Bulab ketgan? Ha, bularning hammasini xo'jayinim Pravin Lat ikkinchi qiyos qilib bo'lgan, ham xotirlab olgan. U Lansiz ikkinchi bilan qurdosh edi. Menga bayliq lazım, tarix anglig'im yo'q. Biz ya ularni tanımaymiz. Shundaymi? Sen mangla, boyliq sizlarning buni Lat ikkinchi qiyos qilib bo'lgan. İsmingiz nima edi? Lashbos xizmatingizga tayyorman. Ey Lashbos, qarang, men boshqalarni meni ko'ldirilishni xohlamayman. Bayliqlarni bulab ketgan-ku, ha? Shunda Sizga nima bersiz? hozir nada? Albatta mashhad. O bizni ahmoq ko'radi-da. Ya bo'lmasa uning nervisi chataq. Onun adimini kelishtirib berib qo'yaylik. To'xtanglar, men tushuntirib qo'yay. Bizni qayil qilishing kerak. Bu ya Lansiz ikkinchining qabrisiga kirish eg'izi. Bu yoqqa menglar. Bu yoqqa menglar. Men yo'l boshlay. Ular qadimgi Misrning buyuk firavini Lansiz ikkinchi bilan uning rafiqasi, tangdossiz go'zal xonish Nexol tarixining qabrisi. U bakchiraylarga. Ularning farzandlari mu mishaga qo'yilgan. Bu yerda yana qimmatli boyliqlar bor. Nada? Birdam taqat qiling. Mana keldik. Bu mening xo'jayinim, Misrdagi tumanning chashqallarning firavini Lat ikkinchi bilan uning ayoli. Ang umaq, ang go'zal xonish bo'lasliq. Obdanroq qaranglar. Rostini bakchiraylarga. Bakchiraylarga. O'tiga bayliq nada-du? Sen manglar, birdamda boramiz. Men bilan menglar. Simiz, men sana burulla, aman bayliq topamiz degan. Men sana bayliq tepishmek tez degan. Dengiz qaraqchisi bo'lganchalik tajribamizga tayansak qanchadan chiqmaydi. Bu yoqqa kelinglar. Keldik. Bu Lat ikkinchining haykali. Kelinglar. Yaqinroq kelinglar. Bayliq meshada. Men ajab ko'rmadim-ku. Men ko'rmadim. Hozir shunday gumonlayapman. Mayaga qaranglar. Tushinglar. Oldinda men mangay, qani. Tushinglar. She, manga. Bilasimiz, manga. Qani, men bilan menglar. Bilib qoldi. Ey, to'xtang, bizga toza quribsiz. Bu maxfiy ishik janoblar. Maxfiy yo'l boyliq ba ambarga tutishidi. Biz oxiri bayliq topdik. Ey, bu bizgamizmi? Nima? Makr baqachu, bitta. Bu gapcha, biz bu qatim. Biz qalsganmiz. Qaranglar, sizlarni oldimaganda men ustiga sizlarning keladiganliginglarni yozilgan. 3000 yildan oldin bilib etkanda. Biz bayliq topdik.
Sizlarning hamma ishinglarni biz burunla bilgan, ajdodinglarni, to'lishinglarni, yiroq safar qilishinglarni, dengiz qaroqchisi bo'lganinglarni to'liq bilgan biz. Bayliqlari. Yana nimaga qarab tursiz, chapsa bering. Sizlar rostla oshib bo'lsanglar, boyliqqa erisha olasizlar. Sizlarning rasmdagi chashqanlar ekanliginglarni isbotlay olsaqlar, boyliq sizlarning bo'ladi. Amisa sizchi biz kim? Qalaymiqan taraz qilsam bo'lmaydi. Bizga cho'qim biz. Xo'jayinim buyuk lat ikkinchi sizlarning o'riq chashqan bilan semiz chashqan ekanliginglarni isbotlay oladigan ishonchli amal topgan. Buning uchun u ajoyib nozik to'g'ri bir uskun yasagan. O, ajoyibga. Masna baqay. Chiqma. Nimishqa? Bu uskuna nimaga ishirtiladi? Uning roli taraznikiga o'xshaydi. Tamponlik orqali boyliqning kimga tava ekanligini belgilaydi. Sizlar aslida yenik. Buniga chiqsanglar texmi yeniklaysizlar. Sizlarning ig'irliginglar xo'jayinimning farzidiga o'xshash chiqsa, bu uskuna tamponlikni saqlaydi-da, ambarning ishiga yechiladi. Nima? Men yeniklab ketmanmi? Ahvol aksichi bo'lib ig'irliginglar farazdikiga o'xshamasa. Qanaqa Shubsizki, lat ikkinchining qabrisiga be'hurmatlik qilganinglar uchun jazolanasizlar. Jazolanasizlar. Ansirmanglar, xo'jayinim burunli bilgan. Nimani bilgan? Sizlarning bu yerda o'ladiganinglarni. Sizlar rostla dengiz qaroqchisi bo'lsanglar, ansinimsanglarmi bo'ladi. Rasm qarab qo'yaylik. Bular Agar unda qolsa, ularni mishqi bilan aziqidan o'rinsiz qo'ydi. Agar lat xatolashgan bo'lsa, mana tugishidan. Sen büyük lat ikkinchining aql parasidan gumonlanishga petindingmi? Kimiki uning be'hurmatlik qilsa, o'limi eng fojialik bo'ladi. Sen rasmniki desimiz kelsa, ishdan boshqani bilmasan gasimiz. Endi taroziga chiqsanglar bo'ladi. Yo'q, menga bayliqning lozimi yo'q. Yo'q, menga bayliqning lozimi yo'q. Mendan buyruq. Taroziga chiqinglar. Agar chiqmasanglar, o'ldirib etaman. Mukuna sende, bebek biçare ekanman. Yo'q, yo'q. Ay shek, qarash kechildi. Bayliqimiz oldi. Bayliqimiz oldi. Bayliqimiz oldi. Biz bayliqimiz oldi. Bo'ldi. 3000 yil saqladim. Vazifam o'rindaldiganga az qoldi. Eng oxirgi birish shuki, sizlarni lat ikkinchi bilan ko'rishtiraman. Biz bilan ko'rishmoqchimikan? Nimishqa? O sizlarni saqlayotdi. Sizlarga eng qimmatli angishlarni bermoqchi. Men bilan menglar. Ne ko'ramiz? Qadimgi zamonga. Bu sehrgarlik. Undaqda bayliq, sehrgarlik, bayliq aşağıda qoldi. Siz bizni nega aparsiz? Bu bayliq sizlarning chapsan bo'linglar bo'lmasa hammadan qo'rq qolsizlar. Tez bo'lasimiz, bo'la. Keldikmi? Albatta. Bek chiroyli ekan. Biz chiqqanlarni o'ylama qayerda. Fir'avn mushu o'rtada. Siz ularni ko'ra olasiz, ular sizni ko'rolmaydi. Nimishqa? Sizlar Fir'avn davridagi Misrga keldinglar. Sizlarni ko'rish uchun hayotiy kuch bo'lish kerak. Faqat hurmatli lat bilan xonish bo'lasizlar. Mushunda hayotiy kuch bor. Ular sizlarni saqlab turadi.
qattiq muhofazat qiladi. Oroq, men sal qo'g'vatman. Mana keldik. Unutulg'isiz ish bo'ldi-da bu. Lat ishga shukan do'stlarimiz deb basak, ular haraksiz tushunib bitmaydi aqcha. Hay, tinchlaninglar. Bu podshoh. Hürmetlik, qadrlik Piravinlat, pekir arzimas qo'llari salomga keldim. Sizli ko'rishmoqchi bo'lgan dengiz qaroqchilari keldi. Simiz, bu rasmidi, ha? Endi sen chiqib ket. Simiz, qanishni ko'rdingmi? Men sizlarni 3000 yildan beri kutib kelgan edim. Endi vazifam ado bo'ldi. Janoblar, sizlarga omad tilayman. Men sizlarni eng qimmatli boyliqni sizlarga qaytarib berish uchun chaqirgan. Uningga xislatlik avliyoning bosh so'rati o'yilgan. Uni hurmatga sazovor bo'lganlarni taqiy oladi. O sizlarga tabiiy xosiyatli kuch ato qiladi. Endi biz buni sizlarga topshirib beramiz. Yaqinroq kelinglar. Semiz Chashqan. Men bu avliyo suratini tantani bilan sana topshiraman. Sharqning eng buyuk sehriga butun zehni bilan tadqiq qilish orqali shuni bekitdiki, sizlar bizning birdan-bir avlodimiz bo'lib salohiyatlar bilan bu xislatli avliyoning bosh suratini taqaysizlar. Ehtiyotlar ishirtib, adolatni yoqlanglar. Topaldinglarmi? Yo'q, shuncha izdabmi topolmadik. Ular uxlab qolgan bo'lsa, qumuq ko'milib qoldimi ya? Cho'qim shundaq, u ishkisi ancha chechan emas, biroq ular ozroqmi qarshilik ko'rsatmay, bekadin-beka o'lmas deymi? Ular cho'qim biran yerga mukib oldi. Biz ketaveraylik. Bu gapga qamlashmadi. Ularni tashlab qo'ysak, hargiz bo'lmaydi. Yana izdab boqaylik. Bo'linib izlanglar. Sen bo. Men Semizning shapkasini topdim. Nada ekan? O yerda, ibodatxona xarobasida. Sen ko'z tutib qo'yay, jira. Mana, ma'uyu chiqdi ekan. Sen qanday o'ylayapsan? Menimcha siz ko'zini hujuma uchrabdi. Qiziq ish. Ular nima bo'lgandi? Bizni izish uchun mukib oldimi ya? Ha? Bu tashni yo'tkigili bo'g'idek. Ostida cho'qim yo'l bor. U o'lgirsiz ko'zlar, o'zimda bir to'ntib qo'ymasam. Semiz bilan o'roq bu yerni o'tganda qiladi. Nima? Ushlashni ular yetgandimi? Albatta. Burnimga purdi. Bu tashni yo'tkayli, kelinglar. Jirji, ittirem. İttirdim. Çıkmak kelib unağa yordamlashi, hadisni o'tib ekansan ku. Geçildi. Ura! Yaraysan. Çıkmak yolunu açtı. Ufuk kazandı. Nima? Tez beringlar. Çıkmak yolunu açtı. Bulunglar. Tushunizmi? Ular o'shdagi tutib qutuldirib olaylik. Men tushay. To'xta, sen tutsang bo'lmaydi. Sen degan bizning boshlig'imiz. Biz senga muhtoj. Men tushay, ha?
Yürükü qo'sa quvvatıdı. Yürekni güçlendirgiç mana. Yana lazım mı? Ya, oldu. Yaralangan yeri barmikin? Tapanmadım mı? Xanish, bayliqni qaytirib bering. O nimdaydi o? Latishkinchi, siz nada? Ular qısıp bereyli. Latishkinchi, bayliqimizni qaytirib bering. Ko'zinglarni ichinglar. Cho'qim qattiq tushib ketgan o'xshaydi. Bu qatim ular eg'ir yaralanibdi. Soqi ya. Ulan uşuk geldi. Oxiri o'shalarga keldinglar. Sizlar bu xarobilikda baq qo'qibsizlar. O yo'lni ochimizda beshinglar yarinibdi. Chataq yo'q beshimiz saq. Biz bayliqdan to'g'a. Yana Xanish plastikda kirishdik. U ajoyib ammo chashqan gap. Endi mangayli. Ular mangalig'idekmi? Mağalıgıdek. Mağarlıqadek. Meni mang'ib yo'q. Sizlanglar. Hozir mangimiz. Əmsi mən əməyləng oxtırış qılay. Biz nurg'un rengarang bayliq topdik. Ras, sizlarni aldamayman. Ishonmasanlar, simizni so'ranglar. Ənsirmangla. Oldurmay soqqaysizlar. Mingla. Sen nima o'ylayapsan? Acaba bu tushunmadi? Ikkimiz o'xshash tush ko'ramizmi? Rasm, ikkilimizda rasm paka. Nima? Ikkilimizda? Amandan bormi? Nima qilganda? Voy, nima ekan? Taxas bo'l, boshqalarga deb qo'yma, uqdingmi? Uqdim. Men o'ylayapman, ularning qanday seri kuchi bor? Uqmayman, biroq aman fikrimiz. Bo'ldi, bu gaplarni qilishmaylik. Gaping to'g'ri. Tez mangayli, bo'la. Ma'qul. Çaşqallar Lat ikkinchi o'zlariga bergan muqaddas rasmni yoshirib qo'ydi. U muqaddas rasmning qanday sehri kuchi bor? Bu sehri kuch ularning do'stlariga yordam qilib, xatarni yo'qota olamdi. Buni keyingi qismdan ko'ringlar.